Maqsud Muhitti 20 asr Sharqiy Turkiston tarixidagi mashhur jadichi ham yangilik tarafdori. Turpan inqilobining munavvar yetakchilaridan biri bo'lgan Maqsud Muhitti 1885-yili Turpan Ostonining G'ujam oldi mahallasida taraqqiyparvar holliq oila bo'lgan Muhitti oilasida dunyoga kelgan. 19-asrning oxirgi mezgilida Turpan Ostonida xalqaro tijorat bilan ro'naq tepib boyligi, taraqqiyparvarligi va ma'rifatparvarligi bilan nom otqi elga to'nilgan Muhittilar oilasining oila boshlig'i Muhit hojining oilasida orqa-orqadan 4 o'g'il dunyoga keladi. O'g'illarning cho'ngi Musul Muhitti, ya'ni 1870dan 1941gacha. Ikkinchisi Maqsud Muhitti, ya'ni 1885dan 1933gacha. Uchinchisi Mahmud Muhitti, ya'ni 1893dan 1945gacha. Eng kichiki Gusul Muhitti, ya'ni 1894dan 1940gacha lar edi. Maqsud Muhitti Muhittilar oilasining ikkinchi o'g'li bo'lib, u 4 o'g'il ichida bilimi eng cho'nqur, nazar doirasi eng kengri, siyosiy jihatdagi bilimi va qobiliyati yuqori zot edi. Maqsud Muhitti bolalik mazgillarida Turpan Ostonidagi diniy maktablarda o'qigan. Keyingi vaqtlarida aksi Musul Muhitti bilan billa savdogarchilik bilan Urumchi, Cho'chaklarga va Rossiyaning Shamay, Qozon, Moskva qatorliq shaharlargacha berib, bir tarafdan tijorat qilsa, yana bir tarafdan ekskursiya va turmush o'rgangan. U bu yerdagi yangiliklar bilan yurtidagi qaloqlik va jaholatni selishtirib, qattiq iztirobga tushgan va xalqni qorong'ulikdan qutuldirishga bel bog'lagan. Maqsud Muhitti 1910-yillari tunji qatim Rossiyaga chiqqanda Qozon shahridagi tatarlarning madaniyatining Uyg'urlarning madaniyatidan nihoyatda cho'ng farq qildiganligini ko'rib, tatar ziyolilari bilan uchrashib, bu haqda suhbatlashgan. Tatar ziyolilari Maqsud Muhittiga eng muhim masala oldi bilan maktab ichib xalqni oqartish deb taklif bergan. Shuningdan keyin Maqsud Muhitti aka-inilari bilan qayta muzokaralar elib borgan. Ma'arif taraqqiyoti uchun qilgan xizmatlari. Maqsud Muhittining aksi Musul Hoji Muhitti 1912-yili tunji qatimda Tataristonning markaziy Qozondan Haydar Sayroni ismli bir o'qituvchini taklif qilib elib keladi. Shunda qilib, Maqsud Muhitti 1913-yili Turpan Ostonidagi o'z qorosining sal yuqoridagi aksi Musul boyning hovlisida tunji yangicha maktabni ochadi. Bu maktab keyincha Maqsudiya maktabi deb ataladi. Bu maktab Sharqiy Turkiston tarixidagi tunji fanniy maktablardan birisi bo'lib qoladi. U texmo g'ayratga kelib 1917-yili to'lib toshgan qizg'inlik va ishonch bilan yana bir qatim Moskvaga safar qiladi va Muhibulla apandi, Ali Ibrohim, Esomiddin apandi, Shohi Sharaf, Yahmi va Gulandam Abustaydan iborat 6 ziyolini o'z xarajati bilan Sharqiy Turkistonga elib keladi. Maqsud Muhitti bulardan Muhibulla apandi bilan Gulandam Abustayni Ostoniga, Ali Ibrohimni Turpan bozoriga, Esomiddin apandini Guchunga, qolgan 2 o'qituvchidan birini Urumchi, yana birini Cho'chakka avatib, ikkinchi qatimliq Maqsudiya maktabini tashkil qiladi. Maqsud Muhitti maktab va bu 6 o'qituvchining barliq chiqimlarini o'z ustiga ilishdan boshqa, ularga Sharqiy Turkistonga kelgan kunidan boshlab muqim maosh belgilaydi.
necha sinfliq maktab silish va chet eldan taklif qilingan o'qituvchilarning va barliq o'quvchilarning xarajati, maktab xarajati, o'qituvchilarning ta'minoti qatorliqlar uchun nurg'un iqtisod ketadi. Taraqqiyparvarligi va ma'rifatparvarligi bilan tonilgan inqilobchi Maqsud Muhitti mana bu chiqimlarning hammasini o'z ustiga oladi. Maarif xizmati har qanday xizmatlardan farqli bo'lib, agar bir millatni bir insonga o'xshatsak, maarif shu insonning bel umurtqisini hosil qiladi. Beldan ketgan inson har qancha kuchli bo'lsa-mu, nima ish qila oladi? Maarif xizmatini noldan boshlab taraqqiy qildirmoqchi bo'lgan har qanday bir insonda milliy ruh, milliy g'urur, mustahkam bir g'oya va qobiliyat bo'lgandan sirt nihoyatda ko'p iqtisod sarf qilishga to'g'ri keladi. Bu nuqtani burunli tushunib yetgan Maqsud Muhitti o'zining parasti, bilimi va rus tilini puxta bilishdek alohidliklardan to'liq foydalanib, tijorat doirasini izchil turda kengaytirdi. Cho'chak, Guchung, Mori qatorliq joylarda kontir, do'konlarni, mol saqlash iskolatlarini qurish bilan birga Rossiyaning Shamay, Qozon shaharlari bilan bo'lgan munosabatini texmo taraqqiy qildirdi. U yana bir tarafdan o'zlariga tava bo'lgan Mangu buloq, Chigi buloq, Xinim Kariz, Qarixo'ja Kariz qatorliq joylardagi karizlarni yaxshi boshqardi. Shunga Maqsud Muhitti keyingi vaqtlarda Maqsud Boy deb ataladi va mushu boyligi bilan g'oyat zo'r mablag' ketadigan milliy ma'arif, ma'rifatchilik harakatini taraqqiy qildirdi va barliq chiqimlarni hal qiladi. U 1933-yili tajovuzchi Xitoyga qarshi qo'zg'algan Turpan xalq qo'zg'olonining bir qism chiqimini o'z ustiga olgan. 1927-yili Maqsud Muhitti Turpan yangi shaharda Pichanliq Iskandar Xo'ja qatorliq kishilar bilan birga Oqartish birlashmasi nomida bir ma'rifat jamiyati uyushtirib 3000 sar kumush iyoni to'plagan. Bu pul bilan yangi shahardagi Niyoz Mashinchi, ya'ni Saypong degan kishining qo'rosida bir yangi maktab, keyingi yili yana yangi shahar Aqsaroyda Hurriyat maktabi, Koni shahar G'arbiy Qo'qda yana bir maktab ochgan. U yana Rossiyaning Qozon shahridan diniy va fanniy bilimlarda yuqori bilimi bo'lgan Ziyoli Murat apandini elib kelib o'qituvchilik xizmatiga o'rinlashtirgan. Murat apandi 1930-yillargacha Maqsud Muhittining Turpan ostona va cho'chaklarda ochgan maktablarda o'qituvchilik qilgan. 1931-yili Maqsud Muhittining tashabbusi bilan tunji qaror Maqsudiya maktabining o'quvchilaridan Abdurasul Qayyumi, Dugamat xudoyorlarining o'qituvchiligida Ostonada bir sinflik maktab ochilgan. Maktabning ta'minoti, o'qituvchilarning maoshi, o'quvchilarning daftar qalam qatorliq barliq chiqimlarini Maqsud Muhitti ta'minlagan. Buning bilan Ostonada sirtdan o'qituvchi taklif qilish tarixiga xotima berilgan. Shuningdan keyin Maqsud Muhittining ta'siri va Maqsudiya maktabi o'quvchilarining tashkillashi bilan Idiqut ziminining hamma yerida yangicha maktablar kayni-kaynidan ochilishga boshlagan. Siyosiy xizmatlari 1932-yili Qumulda Sharqi Turkiston xalqi Xo'janiyoz Hojim rahbarligida tajovuzchi Xitoyga qarshi qurolliq qo'zg'olon ko'tardi. Uyg'ur xalqi bu vaqtda burundan tortib eytib kelayotgan. Urarman, ohlarim tutqay seni. Ko'z yeshim daryo bo'lib, beliqlarim yutqay seni degan naqshining o'rniga tog'liq degan bir botur, tog'ning kamirida yotur. Dushmanlarni ko'rganda onni qatlab bir atur degan naqshi aytilishga boshlaydi.
Bu vaqtda Turpan qatarlıq hamma joyda degudek Abduxoliq Uyg'urning "Ochil, ochil, gul ochil. Ochilmasang gul qayda ochil. Ochilganda bir gap bor ochil. Ochilib sen har yonga sochil" degan naqsi yangrashqa boshlaydi. Maqsud Muhitti bu vaqtda Moskvada edi. U Moskvada Pravda gazetidan Qumulda partilgan Qumul Uyg'urlarining mustaqillik harakati to'g'risidagi xabarni ko'rgandan keyin darhol vatanga qaytib, Turpanga kelib, Hamdulla Alam, Hisomiddin Boy, Maqsud Muhitti, Mahmud Muhitti, Tömirbek Jisa, Abduxoliq Uyg'ur, ya'ni 1901dan 1933, To'xtibek Tönjang, Amin Boy, Pulat Tönjang, Abdulla Damulla, Bay Axun, Tayyip Axun, G'upur Tönjang, Mayit Axun qatarlıq Turpanning 14 nafar dangliq jamoat arbobi, ziyolilari, boy va mo'tavar kishilari bilan birlikda Sharqiy Turkiston istiqlol uyushmasi ismli tashkilotni qurib chiqib, Qumul inqilobiga yordam berish uchun Ostritdan tayyorlanib fursat kutib turdi. Xo'janiyaz hojimning qo'l ostida Mashimin, Mapuyen va Majisa boshchiligida 200 dek tungan bor bo'lib, bular 1932-yili 12-oyda isyon chiqarganligidan Xo'janiyaz hojim bularning isyonini bostirib, ularni haydab o'tadi. Bu tunganlar qechib Turpanning sharqidagi chiqdim degan yerga kelib, Xo'janiyaz hojim butun askarini ilib yetib keldi deb gap tarqitib, Xo'janiyaz hojim nomidan Maqsud Muhitti va Mahmud Muhittilarga xat yozadi. Bu xabarni anglagan Turpan xalqi hayajonlanib, har tarafdan qo'zg'alish hozirlikni boshlab o'tadi. Shunday qilib, Turpan inqilobi 1932-yilining oxirlari rasmiy boshlanadi. Maqsud Muhitti rahbarligidagi qo'zg'olonchilar Turpan yangi shahrini ozod qiladi. Keyin texi tong yo'rmagan vaqtda Xitoy askarlarining bir mashinasi shaharning g'arbiy darvozasiga kelib to'xtaydi. Bu mashinadagilar Xitoy askarlarining Urumchidan kelgan harbiy boshliqlari bo'lib, shaharning qo'zg'olonchilarining qo'liga o'tib bo'lganligini bilmasdan xato kelib qolgan edi. Qo'zg'olonchilar bu ahvollarni bilib, shahar darvozasini darhol ochib beradi. Mashina shaharga kirishiga qo'zg'olonchilar mashinani qo'rshib oladi. Mashinadagi Jinshorinning 5-6 nafar ofitseri hang-tang qoladi. Qo'zg'olonchilar ularni qurolsizlantirib, yonlarini aqtirib, Jinshorinning Turpandagi askar boshliqlariga yozgan bir parcha buyruq xatini topshirib oladi. Buyruqda Turpandagi qo'zg'olon ko'targanlarning 7 yoshdan 70 yoshgacha hammasini jadoda to'g'ranglar deb jado avatdim deb yozgan. Qo'zg'olonchilar bu buyruqni o'qigandan keyin Xitoylarga qarshi texmu bek o'ch bo'lib ketadi. Ammo Tungan Mashimin bo'lsa bu buyruqni anglab qattiq cho'chib ketadi. İnqilob g'alaba qilayotgan vaqtda Jinshorinning Shingsay, ya'ni 1897dan 1970 qo'mondonligidagi Xitoy va oq o'rislardan tarkib topgan yordamchi qo'shinlari kelib qoladi. Shuning bilan asosan degudek kaltak chumoqlar bilan qurollangan Turpan qo'zg'olonchilari yengilib qoladi. 1933-yili 2-oyning oxirlari Hamdulla Alam Axunum, Maqsud Muhitti va Abaydulla Damullam qatarliq Turpan inqilobchilarining rahbarlari Qumulga berib, bo'lgan ahvollarni anglatib, Xo'janiyaz hojimni Turpanga taklif qiladi. Maqsud Muhittining fikri, Xo'janiyaz hojim Turpanga kelgandan keyin Xo'janiyaz hojim va uning qo'shinini shaharga elib kirmay, Chalqan teg'iga elib chiqish bo'lib, ular Qumuldan Turpanga mana mushundaq maslahatlar bilan keladi.
Lekin Lükçün Vangi Muhammad Seyit bilan inisi İskandar Vanglar Xo'janiyaz hojimni Lükçün Vang ordusiga taklif qilib turib oladi. Xo'janiyaz hojim ularning taklifini yirolmay, hammaylarni boshlab Lükçün shaharga kiradi. U vaqtda Lükçün sepili bar shahar edi. Maqsud Muhitti bo'lsa, planda bo'lmagan bu ahvolni to'sib qololmay, amalsiz qoladi. Bu vaqtda Shingsay Xo'janiyaz hojimning Lükçünga kelganligini anglab, Turpan bozoridan Lükçünga kelib, ya'ni bu orqali 60 kilometr Lükçün shaharini qorshib oladi. Xo'janiyaz hojim va Turpan inqilobchilarining soni bir qancha ming atrofida bo'lsa-mu, qurolli qismi 5-600 kishi edi. Shingsay bo'lsa, tanklar bilan qurollangan 4000 Xitoy va 5-600 kishilik oq o'rus askarlar bo'lib, yaxshi qurollar bilan qurollangan 4500 dan ko'p askariy kuchga ega edi. Shingsay shaharni qorshib olib, shaharga qattiq hujum qiladi. Xo'janiyaz hojim va Maqsud Muhittilar Shingsay qismlari bilan 3 kecha kunduz bo'yicha botirlik bilan jang qiladi. Ammo vaqtning o'tishiga ergishib, inqilobchilarning o'q dorilari tugashga boshlaydi. Agar urush bundoq davom qiladigan bo'lsa, oqibatini tasavvur qilish qiyin edi. Bu vaqtda Xo'janiyaz hojim shahar darvozasini ochib, dushman qo'shinidan bo'sib chiqib ketish to'g'riliq buyruq berdi. Bu vaqtda shaharning boshqa qo'voqlari kesak bilan etib etilgan bo'lib, ham dushman askarlari yaqinlashib qolgan edi. Bo'sib chiqish uchun faqat janub tarafdagi o'lan qo'voqidan bo'sib chiqish imkoniyati bor edi. Ammo bu qo'voq tarafidagi dushman eng xil qurollar bilan qurollangan oq o'rus askarlari edi. Shuning bilan otliq va piyoda qo'zg'olonchilarning hammasi sepildan tushib, o'lan qo'voqi oldiga to'planadi. Shunga shahar sepili mudofiasiz qoladi. Bu vaqtda vaziyat intayin jiddiy. Vaqt to'limi qis bo'lib, dushman sepilga yaqinlashishga boshlagan. Hamma degudek jiddiychilik ichida qolgan edi. Ammo oradan 1-2 soat vaqt o'tib ketgan bo'lsa-mu, o'ttirga chiqib, shahar qo'vog'idan bo'sib chiqadigan odam chiqmaydi. Bu vaqtda Maqsud Muhitti g'azab bilan etiga minib, darvozani ochinglar deb tovlaydi. Darvoza ochilishi bilan tang Maqsud Muhitti Allohu akbar deginicha etiga qattiq qamchi urib, tapanchasidan o'q o'zgunicha shahar darvozasidan shiddat bilan bo'sib chiqadi. Shuning bilan boshqa qo'zg'olonchilarmo Maqsud Muhittining orqasidan shahar darvozasidan bostirib chiqadi. Turpan inqilobi jumladan Sharqi Turkiston inqilobining munavvar yetakchilaridan biri bo'lgan Maqsud Muhitti mana bu urushda botirlarcha shahid bo'ladi. Maqsud Muhittiga ergishib bostirib chiqqan Turpan inqilobchilarining rahbarlaridan Abdulla Alam Axunim, raqib qozi Axunlarmo mana bu urushda Maqsud Muhitti bilan birlikda shahid bo'ladi. Rahmatlik Maqsud Muhitti shahid bo'lgan kun 1933-yili 3-oyning 8-kuni bo'lib, u bu vaqtda 48 yoshda edi. Maqsud Muhittining shahid bo'lishi Sharqi Turkiston inqilobi uchun mo'lcharligisiz yo'qotish bo'ladi. Hatto inqilob rahbarlari Xo'janiyaz hojimmo urush oyoqlashgandan keyin Maqsud Muhittining qonga bo'yalgan jasadini quchoqlab yig'lab turib, "Sen o'lgicha men o'lsam bo'lmasmidi?" deb urib ketdi. Muhittilar oilasi qandoq oila edi? Birinchi o'g'il Musul Muhitti. Cho'ng o'g'il bo'lish sifati bilan oilaning egiligini taraqqiy qildirish va savdo tijorat ishlarida ko'p tirishchanliklarni ko'rsatdi. Hamda el ichida Musulboy nom bilan tuniladi. Inilarining ma'rif islohoti harakatiga bevosita yordamchi bo'ladi. Boshdan oxir Sharqi Turkiston inqilobiy harakati ichida bo'ladi. Sharqi Turkiston armiyasiga vakolatan Rossiya bilan suhbat o'tkazadi.
Mahmud Muhittiga vakolatan Urumchida Shingsay bilan ko'rishidi. 1937-yili inisi general Mahmud Muhitti Hindistonga hijrat qilganda uning bilan birlikda hijrat qiladi. Musul Muhitti 1941-yili 8-oyning 19-kuni Yaponiyaning Tokyo shahrida 71 yoshida kasal sabab bilan vafot bo'ladi. 3-o'g'il Mahmud Muhitti Muhittilar oilasining 3-o'g'li bo'lib, u aksi Maqsud Muhitti shahid bo'lgandan keyin Turpan inqilobiga rahbarlik qiladi. Mahmud Muhitti Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati armiyasining bosh qo'mondoni bo'lib, 1937-yili Hindistonga hijrat qiladi. 1939-yili Yaponiyaga boradi. 1945-yili 58 yoshida Beyjingda sirliq holda vafot bo'ladi. 4-o'g'il Gusul Muhitti Muhittilar oilasining eng kichik o'g'li bo'lib, akillari bilan birlikda Sharqi Turkiston inqilobiga qatnashadi. Keyin Turpan Ostonaga qaytib, oilasining egiligini davomlashtirdi. Ham akillari tarafidan qurilgan yangi maktablarni kengaytirdi. 1937-yili akillari Maqsud Muhitti va Musul Muhittilar hijrat qilgandan keyin Shingsay tarafidan tutqun qilinadi. 1940-yili 46 yoshida turmada qiynab o'ldiriladi.